ajoyib narsa bor. Ulug'larimiz aytishadi. Odamzod Allohga yaqin bo'lgisi keladi. Ko'p mehnat qiladi bunga. Ko'p ibodat qiladi. Ko'p ilm o'qiydi. Yaqin deb vali degani. Vali so'zini tarjimasi yaqin degani. Valiyulloh deb Allohning yaqini degani. Erkaklar odamlarning ichida o'rlashib yurar ekan. Qilayotgan ishini ko'rib odamlar maqtar ekan. "Voh, shuncha ilm oldingiz, shuncha ibodat, voy, kechalari bilan bu masjidda ibodat qiladi" degan sari bu xursand bo'lib pasayib ketaverar ekan. O'zi ko'tarilish niyat. Xudoga yaqinlashmoqchi. Odamlar maqtasa, haqiqatan ham shunday mana deydi. Pasayib boradi. Ayollarda bunaqa narsa bo'lmas ekan. Ayol kishini vali bo'lishi uchun qo'lda sanaydigan narsalar kerak. U Allohga iymon keltirsa, Ramazonda roza tutsa, bir kunda 5 mahal namoz o'qisa, o'zini hayosini saqlasa va eriga itoat qilsa. Bo'ladi. U jannatga tushadi. Bo'lib ham tanlaydi. Tasavvur qilasizmi? Men bu jannatga kirmayman, mana bu yerga kiraman deyishlikka ayol kishiga shunaqa imkoniyat bo'lar ekan. Ba'zi odamlar domla ayollarning huquqlari haqida gapirdi. Endi ayollar erlarni hurmat qilmay qo'yadi debdi. Bu xato gap. Bir qoida bor. Ulug' tutmas kichikdek mazhabin keng, teva toymog'i ermas qo'y bilan teng. Odam Allohga yaqinlashgan sari yo'lini keng olmaydi. Tuyani yiqilishi bilan qo'yni yiqilishi barobar emas. Odam Allohga yaqinlashgan sari ehtiyotkor bo'lib boradi.